Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 23-maydan 30-may kunigacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23, 25 va 27, 29 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26 va 30 mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23, 24 va 26 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliqdan 17-22 daraja iliqgacha, kunduzi 25-30 daraja iliqdan 32-37 daraja issiqgacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 25, 26, 28 va 30 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27 va 29 mayda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23, 24 va 26 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23, 26 mayda 15-20 daraja, 27 mayda 13-18 daraja iliq bo'ladi. 28, 30 mayda 17-22 daraja iliqgacha ko'tariladi. Kunduzi 23 mayda 22-27 daraja iliq bo'ladi. 24, 30 mayda 30-35 daraja issiqgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 25-26 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30 mayda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 23-27 mayda 15-20 daraja, 28-30 mayda 17-22 daraja, kunduzi 23-24 mayda 22-27 daraja iliq bo'ladi. 25-30 mayda 30-35 daraja issiqgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 25-30 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 mayda 15-20 daraja, 26-30 mayda 18-23 daraja, kunduzi 23 mayda 26-31 daraja issiq bo'ladi. 24-30 mayda 33-38 daraja issiqgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24 mayda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. 25 mayda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi.
momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 26-mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 28-30-mayda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23-24-mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-24 va 27-30-mayda 15-20 daraja, 25-26-mayda 13-18 daraja, kunduzi 23-24-mayda 23-28 daraja iliq bo'ladi. 25-30-mayda asta-sekin 30-35 daraja issiqgacha ko'tariladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. 23-24-mayda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-26-mayda 8-13 daraja iliq bo'ladi. 27-30-mayda 12-17 daraja, kunduzi 23-24-mayda 13-18 daraja iliq bo'ladi. 25-30-mayda 22-27 daraja iliqgacha ko'tariladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.